bir ayolda shashinan mo'ynina o'rab turib asib qiynayotib dedi. Shing'irib. Bir ayolda yemshigining uchidan as qo'yib turib asib. Bir ayolda azog'idan asib azobdayotir. Bir ayolning jilandar og'zidan kirib, oldidan kirib, orqasidan chiqib. Sonda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bular kimdir dedi. Shashinan burab qo'yib azoblanayotgan ayollar, boshini o'ramaldan o'ramagan ayollar dedi. Qarang, ayollik shash qilib bergan shashini qirqib, qarang, boshida Alloh subhanahu shashda ayolga ziynat qilib berdi. Bizda hozir 199% ayol shashini, meni shashini sana qilganda ularni shash. Bu qiyomatning, buni Payg'ambar alayhisalom aytib o'tirgan. Yeki ko'kragining uchidan azoblanayotgan ayol, shing'irib azoblanayotgan ayol, o'mirovun chaqpagan ayolda. Qarang, ayollarning azobini. Buni Payg'ambar alayhisalom xabar beryapti. Ayağından asıp koyup azaptamatkan ayollar, bular kuyovining ruxsatisiz ketib, bazarlab жүрген, bazarlık qilib, bazarlarda savdo qilib жүрген ayollarning azobi bo'layotir bu. Buni Payg'ambar alayhisalom aytibdi. Jilandar og'zidan kirib, orqasidan kirib, oldidan chiqadi. Bular zinaxor ayollar dedi. Buni Payg'ambar alayhisalom xabar beryapti.